Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz hujayra tirik organizmlarning tuzilish birligi. Dastlabki savolim, hujayra nima? Hujayra haqida avval eshitganmisiz? Demak, ushbu savolga qisqagina javob berib o'tishimiz mumkin. Demak, bunda hujayra tirik organizmlarning tuzilish va rivojlanish birligi. Ushbu rasmlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, biz odatiy kitoblardagi ayrim o'quvchilar tomonidan tushunish qiyin bo'lgan, esda saqlash qiyin bo'lganligi uchun tabiiy holatda o'sha meva sabzavotlardan tayyorlangan hujayra, o'simlik va hayvon hujayrasining modellarini rasm ko'rinishida ifodalab o'tdim. Bemalol tanishib, ko'rib, kitobdagi o'sha demak hujayra organoidlari bilan rasmlarga qarab solishtirib o'tishingiz mumkin. O'ylaymanki, bu siz odatiy rasmlardan ko'ra yaxshiroq esingizda qolishga yordam beradi. Demak, tuzilishiga ko'ra hayvon hujayralari o'simlik va zamburug'larnikidan farq qiladi. Hayvon hujayrasi yana vazifasiga ko'ra har xil bo'ladi. Demak, tirik organizm hujayralarida qanday kimyoviy element va mineral moddalar bor? Bu haqida ma'lumotga egamisiz? Keling, unda ma'lumotga ega bo'lamiz. Ushbu demak hayvon va o'simlik hujayrasini ko'rib turibmiz. Har ikkalasida ham ma'lum bir kimyoviy elementlar va demak va mineral moddalar borligini bilamiz. Demak, kimyoviy elementlarning deyarli 98%ni uglerod, vodorod, kislorod va azot tashkil etadi. 2%ni esa kaliy, natriy, kalsiy, xlor, magniy, temir, fosfor, oltin gugurt tashkil qiladi. Va kam miqdorda ma'lum bir mikroelementlarni ham uchratishimiz mumkin. Bularning har biri ham hujayraning hayot faoliyati uchun juda ham zarur bo'lgan moddalar hisoblanadi. Demak, mineral moddalarga biz suvning vazifalari bilan tanishib o'tamiz. Suv bilamiz, hayvon hujayrasi deymizmi yoki o'simlik hujayrasi deymizmi, juda ham katta bir ahamiyatga ega bo'lgan mineral modda hisoblanadi. Demak, suvning hujayrandagi asosiy vazifalarida birlari bular demak qarang, bir qancha vazifalari bor ekan, tanishib o'tamiz. Hujayra shaklini belgilaydi. Birinchi vazifasi moddalar almashinuvida ishtirok etadi, ya'ni demak moddalar o'sha transportida ham ishtirok etyapti bevosita, fotosintezda ishtirok etadi hamda umurtqalarda gidrostatik skelet vazifasini ham bajaradi. Demak, bu suvning vazifalariga misollar edi. Keling, videoni o'sha joyida demak kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalimizni keyingi rivojlanishida juda ham katta ahamiyatga ega, boshqa insonlarga demak ko'proq ko'rinadigan bo'lsa, kanalimiz rivojiga ancha katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Minerallarning yetishmasligi organizm hayot jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Navbatdagi savolimiz edi bu. Keling, sizning obunangiz bizning kanalimizni keyingi rivojlanishida juda ham katta ahamiyatga ega, boshqa insonlarga demak ko'proq ko'rinadigan bo'lsa, kanalimiz rivojiga ancha katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Minerallarning yetishmasligi organizm hayot jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Navbatdagi savolimiz edi bu. Keling, bir qancha elementlar keltirilgan, ularning organizmda va balki boshqa bir organizmlarda yetishmaganda qanday holatlar paydo bo'lishi yuzasida demak nima qilamiz, tanishib chiqamiz. Xo'p, bu yerda yod yetishmasa nima bo'ladi deyapti. Yod yetishmasa asosan bu odamlarda o'sha qalqonsimon bez funksiyasining faoliyatini uzayish natijasida kelib chiqadigan buqoq kasalligi keltirilgan. Rasmga ifodalab o'tdim. Qarasangiz, demak buqoq kasalligida odamning o'sha bo'yin sohasini oldi sohasida aynan juda ham yirik bir xunuk shishlarning hosil bo'lishini kuzatishingiz mumkin. Bu kasallik aynan yod yetishmasligidan kelib chiqadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha demak yodli mahsulotlar hududimizda kam bo'lganligi sababli kunlik iste'mol qiladigan osh tuzimizga yod bilan birga ishlov berilib, o'sha demak yod miqdorini balansini ushlab turishga harakatlar qilingan, ya'ni ishlab chiqarish bo'lyapti. Demak, kalsiy yetishmasa bilamiz, kalsiy ham organizmdagi juda ham bir zaruriy moddalardan biri hisoblanadi. Aynan bu yerda mana tishlar va odamning
tayanch harakatlanish sistemasi rasmlarini keltirib o'tdim. Ushbu rasmlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, aynan bularni rivojlanishi, yaxshi faoliyati uchun kalsiy elementi juda ham zarur. Demak, keyingisi magniy elementi. Magniy elementi aynan fotosintez jarayonini susayishiga, ularda agar masalan o'simliklarda yetishmasa, mana shu muhim bir hayotiy jarayonni susayishiga olib keladi. Ushbu rasmga e'tibor berib ketasiz. O'ylaymanki, qaysi elementning yetishmasligi natijasida mana shunaqa o'simlikning holati, achinarli holatga kelib qolishi yuzasidan beriladigan savollar bo'lsa, siz albatta magniy deb javob berib o'tasiz. Demak, hujayrada qanday organik moddalar borligini bilasizmi? Demak, keling tanishamiz. Hujayrada uglevodlar, oqsillar, yog'lar va nuklein kislotalar deb nomlangan organik moddalar bor. Birinchisi, demak, bular uglevodlar. Uglevodlarga biz glyukoza, saxaroza, kraxmalni kiritishimiz mumkin. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. O'ylaymanki, esingizlar bilan ifodaladim. Demak, glyukoza hujayrani energiya bilan ta'minlaydi, asosan vazifasi. Saxaroza esa bu kundalik hayotimizdagi iste'mol qiladigan shakarlarimiz hisoblanadi. Masalan, o'sha mevalar, ildiz mevalar, har xil ildiz mevalarni bilasiz. Misol uchun mana sabzini ildiz mevasini keltirib o'tdim. Har xil mevalarni olishimiz mumkin. Olma mevasi yoki uzum, tarvuz, hozirgi paytdagi pishiqchilik davridagi mevalarni ham demak kundalik hayotimizdagi iste'mol qiladigan shakarlar guruhiga kiritishimiz mumkin. Endi kraxmal asosan biz donli o'simliklardan bug'doy, sholi, makkajo'xori, kartoshkada zaxira sifatida to'planishini bilamiz. Aynan mana shu demak o'simliklarda kraxmal moddasi zaxira sifatida to'planadi. Shuningdek, uglevodlar umumiy bir vazifasi bor ekan, bu hujayra devorini hosil qilishda qatnashadi. Davom etamiz. Demak, qarang. Organik moddalarda biz o'rganishda davom etamiz. Oqsillar, lipidlar, nuklein kislotalarning o'rni tirik organizmda qanday deb o'ylaysiz? Albatta, har bir moddani, xoh u mineral bo'lsin, xoh u organik bo'lsin, xoh u anorganik bo'lsin, hujayra, ya'ni tirik organizm hayoti uchun muhim bo'lgan moddalar hisoblanadi. Jumladan oqsillar. Oqsillar bular juda ham muhim bo'lgan moddalar hisoblanadi. Ularni mana bu vazifalariga e'tibor qiladigan bo'lsangiz ham qurilish materiali, fermentlar, immunitetni ta'minlaydi deb vazifalar keltirildi. O'sha immunitetlik funksiyasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi lipidlar ham juda ham katta ahamiyatga ega. Bilamiz, lipidlarning parchalanishidan juda ko'p energiya ajralib chiqadi. Asosan bu sovuq iqlimda yashaydigan hayvonlarda juda ham yaxshi rivojlangan, o'sha teri ostida yog' qavatlari paydo bo'lgan oqayiq, tyulen, morjlarda yaxshi rivojlangan bo'lib, ularni sovuqdan himoya qiladi. Va yana unga misollar qilib, mum, yog'ni misol keltirishimiz mumkin. Rasmlar bilan ifodaladim, oqsillar, yog'larni tanishib o'tishingiz mumkin. Endi nuklein kislotalar. Nuklein kislotalarning ikki xil ko'rinishi bor, DNK va RNK. Demak, asosiy vazifasi irsiy axborotni saqlash va nasldan naslga o'tkazish vazifasini bajaradi. Demak, DNKga e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkita qo'sh zanjirdan iborat. Mana bu qora rangdagi rasmga e'tibor qilasiz va RNK esa bitta yakka zanjirdan iborat bo'ladi. Davom etamiz. Hujayraviy tuzilishiga ko'ra tirik organizmlar prokaryotlar va evakaryotlarga bo'linadi. Prokaryotlar, ya'ni ular haqiqiy yadrosi shakllanmagan organizmlar hisoblanadi. Evakaryotlar haqiqiy yadro va murakkab tuzilgan organoidlarga ega bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Keling, prokaryotlarga nimalar kiradi? Prokaryotlarga mana bu rasmda ham ifodalab o'tdim. Bakteriyalarni misol qilishimiz mumkin. Evakaryotlarga esa juda ham katta dunyolar, protokistalar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar kiradi. Ularda yadro, sitoplazma, hujayra qobiqlari yaxshi rivojlangan. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Hamma demak, kiradigan organizmlar evakaryotlarga mansub bo'lgan va prokaryotlarga mansub bo'lgan organizmlar rasmlarda ifodalanib o'tildi. Davom etamiz. Hujayra qobig'ining qanday vazifalari borligini bilasizmi? Demak, ushbu hujayraga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tashqi tomonda hujayra qobig'i bilan chegaralangan bo'ladi. Uni ham o'ziga yarasha vazifalari bor.
Birinchi vazifasi ichki tarkibiy qismlarni shikastlanishdan himoya qilish. Ikkinchisi hujayra shaklini belgilash. Uchinchisi hujayralar o'rtasidagi aloqani ta'minlash. To'rtinchisi hujayraga zarur mahsulotlarni tanlab o'tkazish va zararlisini tashqariga chiqarish. Oxirgi vazifaga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu qandaydir o'sha chegara vazifasini ham bajaryapti. Hamma mahsulotni ham xohlagancha o'zini devorlari orqali hujayra o'tkazavermas ekan. Zarur bo'lganini o'tkazadi, zarur bo'lmaganiga to'xta. O'tishingga yo'l qo'ymayman deb to'xtatib qoladi va o'sha demak iste'mol qilgan mahsulotlar, zararli mahsulotlarni yana demak hujayra devori orqali chiqarib yuborish ham funksiyasiga ega ekan. Demak, plazmatik membrana nima? Bu haqida eshitganmisiz? Keling, unda tanishib ko'ramiz. U hamma hujayralarda bir xil bo'ladi. Plazmatik membrana 2 qavat lipid qavatidan va 1 qavat oq sildan iborat bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Demak, aynan plazmatik membranada natriy va kaliy ionlarining harakatlarini va shuningdek fagotsitoz va pinositoz usulida oziqlanish usullarini ham kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, natriy va kaliy ionlari. Hujayrada shunday bir qiziqarli jarayon bor ekanki, natriy va kaliy kimyoviy element bo'lsa, yana ion bo'lsa, u qanday qilib hujayraning membranasi, ya'ni plazmatik membranasi orqali harakatlanadi degan sizda savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun o'sha membrana devorlarida maxsus oqsil ingichka kanallarni hosil qilar ekan, aynan o'sha kanalchalar yordamida ionlar hujayraning ichkarisiga yoki tashqarisiga harakatlana oladi. Fagotsitoz bu demak aynan hujayra membranasiga oziq zarrasi tegishi bilan, biron bir oziq zarrasi hujayra membranasiga tegishi barobarida hujayrani membranasida botiqcha hosil bo'ladi, ya'ni chuqurcha hosil bo'ladi. Oziq zarrasi membranaga o'ralib, o'sha chuqurchada membranaga o'ralib oladidagi hujayrani ichiga o'tadi. Aynan mana shu usulda oziqlanish fagotsitoz usulida oziqlanish deyiladi. Ya'ni bu qattiq oziqlar bilan oziqlanadigan organizmlarga tegishli. Misol uchun amyobani rasmi keltirib o'tildi bu yerda. Aynan amyoba shu usulda soxta oyoqlari yordamida oziqlanadi. Rasmga e'tibor berishingiz mumkin. Keyingi oziqlanish usuli aynan pinositoz usuli bo'lib, bu agar har xil moddalar eritma holida hujayraga o'tsa, pinositoz usulida oziqlanish deb aytiladi. Masalan, bakteriyalar, o'simliklar, zamburug'lar, hayvonlar shu usulda oziqlanadi. Hujayraning tarkibiy qismlari haqida bilasizmi degan savolni qo'yapmiz. Demak, bu yerda lizosoma, sitoplazma va yadro haqida gaplashib o'tamiz. Keling, fagotsitoz va pinositoz orqali hujayraga tushgan oziqlarni parchalash vazifasi endi lizosomaga keladi. Biz oddiy qilib sizga tushuntirishimiz mumkin. Demak, bu lizosomalar hujayraning hazm qilish apparati, ya'ni oshqozoni desak adashmaymiz, eslab qolishingiz uchun. Demak, sitoplazma barcha hujayralarning ichki muhiti, barcha organoidlar aynan hujayraning sitoplazmasida joylashgan bo'ladi. Ushbu rasm bilan tanishib chiqing. Mana demak, yadro, Golgi majmualari, demak, endoplazmatik tur, mitoxondriyalar, xloroplastlar, vakuolaning joylashuvi aynan sitoplazmada joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz. Yadro. Yadro bu hujayraning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ya'ni biz uni inson miyasiga o'xshatishimiz mumkin, eslab qolishingiz uchun. Chunki u barcha jarayonlarni boshqaradi. Irsiy axborotni saqlaydi, ko'paytiradi va nasldan naslga o'tkazish vazifalarini ham bajaradi. Endi mitoxondriya, endoplazmatik tur, ribosoma, Golgi majmuasi, xloroplast qanday vazifalarni bajaradi? Keling, ular bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Mitoxondriya va ribosomaning vazifasi. Mitoxondriyaning vazifasi asosan hujayrada energiya stansiyasi vazifasini bajaradi. Ribosomalar esa oqsil sintezlaydi. Endoplazmatik tur uglevod, lipid sintezi va sitoplazmada moddalarni transportini ta'minlaydi. Golgi apparati va xloroplast
Golgi apparati bu sitoplazmada sintezlangan moddalarni to'plash vazifasini bajaradi. Tirik organizm hujayralari funksiyasiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Demak, ikki xil funksiya bor ekan: somatik hujayralar va jinsiy hujayralar. Somatik hujayralar asosan organizm tanasida oziqlanish, nafas olish, himoya, tayanch, harakatni amalga oshiradi. Hayvonlarning teri, muskul, suyak, jigar, o'simliklarning ildiz, barg hujayralari misol bo'ladi bunga. Jinsiy hujayralar esa, jinsiy hujayralar organizmni ko'payishini ta'minlaydi, asosiy vazifasi. Jinsiy hujayralar gameta deyiladi ikkinchi nomi. Urg'ochi gameta tuxum, erkak gameta urug' hujayra deb aytiladi. Ushbu rasmda demak ham somatik hujayralar, ham jinsiy hujayralar keltirilgan, bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shundan iborat edi. Hammangizga rahmat.